Assalomu alaykum. Sevimli telekanalining sevimli muxlislari. Mana biz navbatdagi eslabni boshlayapmiz. Bilasiz, sevimli kanalida eslab boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum azizlar, xush kelibsizlar qadamiyligi hasanot. Yana sizlar bilan diydor ko'rishganimdan xursandman. Bugun boshqacharoq kayfiyatdaman, chunki o'zimni jonajon teatrim ijodkorlari bugun qahramonim bo'lgani uchun, ustoz bugun mehmon bo'lganlari uchun ham hayajondaman, ham bugun ham mas'uliyatdaman, ham bugun maza qilmoqchiman. O'shaning uchun ko'p aytaman, yurtimizda dilbar insonlar bisyor. Xolmaka, ko'pchilik buni dilbar degani ayollarga xos deb aytadi. Men ularga tushuntiraman. Yo'q, dilbar degani dili bor odam. U ko'ngil odami deb aytaman. Ana shunday insonlarimiz juda bisyor. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston xalq artisti, O'zbek Milliy akademik drama teatrining ustoz aktyori, san'atkori, bir necha ordenlar sohibi. Endi sanasam ko'kraklari to'lib ketadi. Yoshlarning sevimli ustozi, hammamizning ustozimiz professor Erkin Komilov. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Marhamat. Joylashing. Ana mehmon keldi. Demak, hammasi joyida. Eng muhimi, mehmon kayfiyati yaxshi. Kayfiyat bilan keldilar. Xullas, bugungi mehmonni kutib olayotganimdan men xursandman. Biz boshladik. Hop. Ekinjon aka, xush kelibsiz. Choydan qo'ying. O'zim quyapman-ku. Mana quyapman-ku. Ko'rsatuvning maqsadi siz bir bahona. Sizni bahonangizda ko'p odamlarni eslaymiz. Mazaligi ham shunda. Shu bir ustozim aytgandida, tabiat bergan narsani o'zing bilan birga olib ketmagin. Shogirdlarga buni in'om etgin degan so'zlarni gapirgan. Mana endi bu yil 9-yil ketyapti. 9-yildan beri mana shu Xo'sh, Madaniyat san'at institutida dars beryapman. To'g'ri, endi bu yerda yaxshi yetilib chiqqan hozir aktrisalar, aktyorlar mana qo'limda o'qiganlar ham chiqyapti. Ularni ko'rib xursand bo'laman og'ayni. Televizorda, kinoda ko'rsam, menda o'qigan deb xursand bo'laman. Qanaqadir o'zimni bolam shu filmda o'ynayotgandek xursand bo'laman. Demak, vaqtimiz zoyaga ketmayapti. Endi kimdan boshlay desam, Nurali Qobildan boshlay. Aylanib keting. Chunki bu odamni juda yaxshi ko'raman. Endi iboralari bilan o'sha baxt yarim, qayg'u yarim. Ayt ne kam yaralgan. Qarang, qanday bu so'zlar. Navoiy sifat so'zlar. O'shaning uchun men sizni ko'rgim kelib yuruvdi. Erkin aka, sizga rahmat taklif qilganingiz uchun. Nurali aka, mikrofon, marhamat. Sizni nima bog'laydi Erkin Komilov bilan? Men bilaman, shoirlarning ko'pi shoirlar she'r yozsin, aktyorlar o'qisin deb doim aytaman. Erkin aka, Tesha aka bilan she'r o'qisa jon kiradi she'rga. O'shaning uchun albatta shoirlarning ham munosabati bo'lish kerak. Marhamat. Erkin akam bir fenomenal odam. Bizni bog'lagan narsa mana shu kitob. Bu odam bemalol Ginnes kitobiga kirishi mumkin. Sabab shaxsan meni 25 jilddan iborat Temuriylar epopeyamni 20 jildini o'qidilar. Roman pamfletlarda 10 jildini o'qidilar. Menimcha dunyoda bitta yozuvchining 30 ta romanini o'qigan odam bo'lmasa kerak. Men ham bittasini o'qiganman, bergansiz. Bu bilasizmi, inson donishmandlikka erishgandagina o'z kasbining haqiqiy ustasi bo'ladi va dunyoviy fikrlaydigan odam bo'ladi. Siz boya aytganingizdek, Erkin akam bilan hamma narsani gaplashish mumkin. Hozir men Erkin akamni, mana Tesha Mo'minovda yana do'stimiz bor, Yodgor Sa'diyev, bu uchovlarni ko'rib shu teatrimizning 3 ta buyuk shaxsiyatini esladim. O'sha Olim Xo'jayev, Shukur Burxonov va Nabaka Rahimov. Juda ko'p otamlashganmiz bu insonlar bilan.
Mana oqqan daryolar oqib, mana hozir o'sha uchta ulug' tog'ni orqasidan mana shu tog'lar boryapti. Siyosatda ham gaplashish mumkin. Boya qishloqdan kelganmiz hammamiz dedingiz, Shayx Sa'diyning bir ajoyib gaplari bor. Qishloqlarning aqlli yigitlari shaharlarga hokim bo'ladilar. Shaharlarning nobakor yigitlari non topmoq uchun qishloqlarga ketadilar deydi. Buni qarang, 800 yil burun aytyapti. Sabab qishloqdan kelgan Erkin akamga o'xshagan bir odam, o'zi ulug'lar juda sodda bo'ladi. Ular bemalol aldash mumkin. O'sha qishloqdan kelgan, tog'lardan kelgan, sahrolardan kelgan insonlarda o'sha tabiatning kengligi, o'sha bir tog'larning ulug'vorligi, daryolarning teranligi mujassam bo'ladi. O'ylaymanki, bu insonni bir yuksalishida eng muhim narsa insoniylik talanti muhim. İnsoniylik talanti yuksak bo'lgan inson har sohada mukammallikka erishadi. Erkin akam ham mana shunga erishgan inson, shaxsiyat, ilm bilan faqat bir yuksak maqsadga erishish mumkin. Naqadar sabab ilm bilan va odamlarning sizga bo'lgan mehri bilan siz yuksalishingiz mumkin, parvoz etishingiz mumkin. Inson siz uchun yuragi urib turgan odamlar bo'lgan paytgacha yashaysiz. Erkin aka ana shunday insonlardan. Aferin. Tamam. Rahmat. Rahmat. Bu hali eslab degani faqat hali haziq so'zdan iborat emas. Mana shunaqa qahramonga bog'liq. Qahramon qanday xohlasa o'shanday ketadi. Aytganingizdek Erkin akam bilan xohlagan mavzuda gaplashish mumkin. Qahramon darajasi ham bor-da. Endi hali siz qishloqdan keldik bu deyapsiz, shu Erkin akam bitta gapi bor. U bu desa Toshkent ham qishloq bo'lganda deysizmi? Gulchehra opa keldilar, rahmat sizga. Juda xursandman. Mana mikrofon, mana do'stingiz. Ayting. Assalomu alaykum. Ey, mani do'stim. 50 yildan oshvatdi do'stim. 60 to'ppa-to'g'ri. 60 yil bo'pti-ya, qara, bir pasda o'tib ketyapti. Hozir aytdingiz-ku Farhodjon, suvday ketyapti kunlar. Qadrimiz yo'qolmasin. Vaqt o'tsa ham. Erkin o'z nomi bilan erkin edi. Shu kursimizda kuldiradigan ham, hazil qiladigan ham, ish qilib, men bitta narsani eslamoqchiman, hozir vaqtinglarni olsam ham, skapinni nayranglarini parchasini o'ynashdi bo'ladi. Xudo rahmat qilgur, Turdibeyemin ham ikkalovlilarim. Turdibe aka. Endi shu qadar zo'r o'ynashdiki, voy xudoyim, hali o'qilyapmiz. Hali birinchi kursi oxiri. Lekin bular haqiqiy artistday o'ynaganini o'sha komissiya ham tan olgan, o'sha Ninavanna ham juda xursand bo'lgan. Ana undan keyin o'sha paytda bilinuvdi, bu kelajagi zo'r bola bo'ladi deganmiz-ku. Endi hamma o'zi shoh o'qiyotganda. Lekin bizning baxtimiz, hozir Ninavannani esladingiz, nima Farhodjon, haqiqatda baxtli studentlar bo'lgan ekanmiz. Shunday ayollar qo'lida o'qidik. Erkinjon, uzoq umr, salomatlik. Eng kerakligi sahnadan qadaming uzilmasin. Hamisha kerak bo'lgan rejissyorlarga ham, asarlarga ham, xalqqa ham. Erkin akam to'g'risida nima deydi? Men milliy teatrda 60 yillik muxlisiman. 60 yillik. Erkin akam taniganimga mana ikkam 60 yil bo'libdi. 58 yil. 67-yildan beri meni akam. Mendan 3 yosh katta. Bu yoq 3 yosh katta-da endi farqimiz. Bu yoq 46, men 49. Lekin sansirab gaplashaman. Chunki aka-ukalar bir-birini sansirab gaplashadi biz tomonda. Sizlasam xuddi yotga o'xshab qoladi. Erkin akami bir xislatlari, ota-ona, kattalarga bo'lgan xislatlari. Men doim erkalatib yuradi, Tohiri deb meni doim otimning oldiga Tohiri deb erkalatardi. Bir marta esimdan chiqmaydi va meni yomon qattiq haqorat qilganda, dashi yig'latib yuborgan.
Sababi Asakaga bordikda bir mehmon qilay deb cho'ntaklarda hali o'tirib, ulfatlar ham o'tirib maza qilib keldikda, uyga kelsak, katta hovlida onam rahmatlik shu qozonni oldida ana qilib o'zi osh qilayotgan ekan. Kelinglar deb kelgan onam bilan so'rashdida, Tohir kelganiga mana sizlarga osh qilyapman desa, birdan alib jazavaz tutib, sen meni ahmoq nimaga choyxonalarda olib yuribsan? Onang osh qilyapti ekan sen uchun deb bir haqorat qilib ketdi. Keyin onam duo qilib, o'sha yerda o'tirib menga shunchalik kallamga shunaqa o'tirib qolgan. Shu kattalarga hurmati, Erkin akamdan men hayotda juda ko'p narsalarni o'rgandim. Endi men haftada kamida 2-3 marta telefonlashib turaman. Nimaiki bo'lsa, sen manchalik gaplashmaysan bilan Erkin akam bilan. Chunki men uchun bu juda aziz odam. Erkin akam baxtimizga omon bo'lsin. O'zbek xalqi, butun mana shu O'rta Osiyo xalqlari qattiq hurmat qiladi. Ilohim ijodiga baraka. Shu yoshda ham har doim mana shunday yurishini istardik. Ilohim hammamiz nomimizdan, men o'z urug'larim, qarindosh urug'im nomidan Erkin akamga faqat yaxshilik tilayman. Baxtimizga omon bo'lgan akajon. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, rahmat. Shunday odamlar bor. Odam tanlaydiganlar bor. Ikkinchi, bundan katta odamlar bor. Odam bilgichlar bor. Erkin aka nima olmagan bilgich. Shuning uchun yaxshi aktyorni bugun mehmoni bo'lyaptilar. So'z sizga. Aktyor bo'lganmiz, birgalikda o'qiganmiz. Bular bilmay aytdimanki, men bularni kursi bilan birga o'qishim kerak edi. Shu omadim kelmasdan yiqilib ketganman. Keyingi yil kelib kirganman. Bo'lmasam birga imtihon topshirganmiz. Erkinjon bilan birinchi marta bitta kravatni haligi institutda hovlisida turgan kravat talashib tanishganmiz shu yerda. Xristakovni monologini o'qib yurardi. Ko'rpadan kelib karavat talashgan, qarang, mantiq bor-da. Kete. Endi telefon qilib aytdilar ki, Olimjon, shu meni ko'rsatuvim bo'ladi, kelasiz. Lekin og'ayni iltimos, hamma gaplarni gapirib yubormang bu yerda. Ha. Shuning uchun sal tezroq gaplaringiz bo'lsa gapiring. Haqiqatan oshirib yubordingiz. Mana Gulsher opam baribir kulturdi. 50 yil bo'pti debdilar, 60 deb mana qovun churdingiz. Odamlar yosh sanab oladi darrov. Uzr. Ana endi Erkinjon bilan rostdan mana shu o'sha uchrashganimizda 64-yil edi, mana 60 yil bo'libdi shunga. O'shandan beri Xudoga shukr birgamiz ko'ramiz. Endi bu odam butun vujudi bilan, butun ichki hayoti bilan, butun anatomiyasi bilan aktyordi. Shu vujudi bilan hammasi bilan birga inson bu. Butun borlig'i bilan bu shogird. Biror marta shu ustozlarni eslamasdan turmaydi. Har bir qadamda shukur ekanini istaydi. Erkinjon bilan surunkali bir nechta spektakllarni birga ishlagan rejissyorman bo'lsam kerak deb o'ylayman. Endi ko'p rollar o'ynagan, ko'p rejissyorlarni qo'llagan, lekin men bilan har holda ancha-muncha ko'p ishladi. Xalqimizni, teatrimizni baxtiga mana shunday birgalikda turgan odamlar bilan birgalikda ko'p ishlarni birgalikda qilaylik. Salomat bo'ling. Rahmat sizga, boringizga shukr. Rahmat Olimjon aka. Sog' bo'ling, rahmat. Hamma mulohazali gaplar zo'r, ma'qul. Men ishim bugun o'z xursand bo'lib ketyapman. Rahmat. Chalg'ayotganimiz yo'q. Botirlik kelganini men xursand bo'lyapmanki, juda boshim osmonga yetib kelib turibdi. Bu da mana shunday shu Anjan bizda xizmat bormi degandek, meni qo'llab Rahmat. Botirjon, mikrofon oling, marhamat, biz xursand bo'ldik. Qani nima boshlab keldi bu odamni qaydan taniysiz degandek. Assalomu alaykum aziz ustozlar, azizlar. Erkin aka, bugun biz eshitib, Erkin akamni bir eslab ko'rsatuvida bir ijodiy suhbat bo'lyapti deb eshitib, o'zim to'g'ri kelaverdim. O'sha anjanchasiga qilib. Rahmat. Rahmat. Erkin akamni endi ancha yildan beri taniyman, ustoz sog' bo'ling. Juda xursandmiz. Ustoz endi biz doim yaxshi ko'ramiz bu kishini. Men ham anjorlik bo'lganim uchun, Erkin aka ham anjorlik bo'lganligi uchun boshqacha anjorliklar bir-biriga boshqacha bo'ladi mehrlari. Ustozni bolaligimizdan biz bilamiz. Bolaligimizdan uyda rahmatli onamlar ham hamma yaqinlarimiz bordi keldimiz bo'lgan. Ustozni yoshligimizdan shu ustozni ta'riflarini, aktyorlik
mahoratlarini biz uyda ko'p eslaganmiz, ko'p eslaymiz hozirgacha. Shuning uchun men yaxshi ko'raman bu kishini. Bir tabriklab ketay deb keldim. Aferin. Rahmat. O yüzünge can bile tabandaman Mehri ravshan dil bikin tabandaman Mehri ravshan dil bikin tabandaman Ko'rgali yuzing gülistonim ko'zim Zavq birla gul bikin purxandaman Zavq birla gul bikin purxandaman Haydi sen dest bir gelimine Kaptım ey can devleti payendeme Canı verdim bir yola yoluyla men İşqing ila ta qiyomat zindaman Ishqing ila ta qiyomat zindaman Jonni berdim bir yo'la yo'lingda men Ishqing ila ta qiyomat zindaman Ishqing ila ta qiyomat zindaman Men senga jondir la oshiq malvali Sen nigaro qaydasan men qaydaman Sen shahanshohi zamonsan ismilar Hafizi bechoradek man bandaman Hafizi bechoradek man bandaman Sen shahanshohi zamonsan husnilar Hafizi bechoradek man bandaman Hafizi bechoradek man bandaman Erkin aka juda bir haligi mehribon ustoz, vafodor do'st. Biz Erkin akani insoniylik xususiyatlaridan shu Andijonni chapani bir insoniy yigiti deb bilamizda. Erkin aka juda haligi qadrdonlar bilan davra suhbatlarini juda yaxshi ko'radi. Erkin akam mana shu davralarda yoki mana bu televideniyalarda boshqa intervyu berayotganlarda hayron qolamizda. Mavzu qaysi suhbat bo'layotgan bo'lsa, shunga yarasha she'r bilan, hikoya, rivoyatlar bilan javob beradilarda. Shu yerlarda shu Erkin akami qanchalik bir usta, zabardast san'atkorligini bilamizda. Biz o'xshashlikka harakat qilamiz. Erkin akam endi bunday hali hazil toifa eslabda nima qilsak, juda
haligi do'stlar bilan hazillashasiz, shu 2 daqiqada telefonda gaplashadigan bo'lsangiz ham bir og'iz gap bilan mana shu ko'nglingizni ko'tarib, kuldirib hushni tiqib qo'yadi-da. Erkin akamni oddiy bir nimasi, mana shunaqangi bir yaxshi kunlarda Erkin akaga qo'ng'iroq qilsangiz, ataylatdan olmaydilar. Keyin birozdan keyin o'zi qaytaradi-da. Assalomu alaykum deyishingiz bilan va alaykum assalom, bayram muborak deb bizdan oldin aytaveradi. Hech qachon Erkin akadan oldin bir salom berib, bir tabriklay olmaganmizda. Shunaqa xususiyatlari bor. Endi Erkin akam mehmon do'stligini, shu andijonlik xususiyatlaridan biri mehmon do'stlik deb bilaman-da. Qachon bir shunaqa bayramlarda qo'ng'iroq qilganimizda, deydi, mana shunaqangi shogirdlarim kelgan edi xonadonga. Shular bilan o'tiribmiz, suhbat qurib, talabalarim kelganda shular bilan o'tiribman, suhbat qilib yoki dachada qizlar nevaralar bilan o'zim osh qilyapman. Yana bir andijonlikning xususiyati, Erkin akam Andijonni shu devizra guruchidagi osh deymiz, palovni juda mohir ustasi va o'zi ham yaxshi ko'radilar. Qachon qarasa Andijonga tashrif buyurganda birinchi qadrdonlarni to'plab, bugun men o'z qo'limdan osh qilib beraman deydi-da. Endi biz Erkin akani shunchalik mehrini topib bir ustoz shogird, bir aka-uka jigardek bo'lib ketganmiz. Erkin akaga biz endi nima deymiz? Sog'lik deb aytadi, doim inson uchun eng birinchi o'rinda sihat salomatlik tilaymiz. Erkin akam O'zbekiston baxtiga, andijonliklar baxtiga doim sog' bo'lsin, hech qachon charchamasin, doim mana shunaqa mehr oqibatimiz yo'qolmasin. Omad Erkin aka. Qish aka, xush kelibsiz. Mikrofon shu stol menga yoqib qoldi, shu aylanib qoldim. Teshuv aka, marhamat. Bizni O'zbek Milliy akademik drama teatr 110 yillik tarixi mobaynida katta bir akademik teatr degani katta bir an'analar maktabiga aylandi. Biz qayerda bo'lmaylik, gastrolda. Rossiyadami, Qozog'istondami, Tojikistonda qaysi mamlakatga bormaylik. Ana o'shaning katta olimlari ham, katta teatrshunoslari ham ana shu o'zbek teatr maktabini juda ham baquvvat yaralganligini tan olishgan. Men o'ylayman, katta darajaga yetishimizga avvalo ustozlarimizni katta duolari sabab. Erkin akam ham ko'p duolarni olgan. Hattoki faqat san'atkor sifatida emas, hattoki oilada ham, hattoki armiyadan olib qolgan ham Shukur akam shu teatrda ijod qilsin deb katta ishlar qilgan shu Erkin akamga ham. Bugun katta maktabda mana shunday an'analarni farzandlarga ham, shogirdlarga ham mana shunday san'atga qadam qo'yayotgan farzandlarimizga ta'lim berayotgan ustozlardan biri. Ana shunday an'analarni bugun tomoshabimizga ma'qul qildirabilgan katta ustozlardan biri. Bugun bemalol aytish mumkinki, Erkin Komilov O'zbekiston xalqi biz mana ko'p spektakllar birga dublar ham bo'ldik. Katta birga rollar ham o'ynadik. Biz ham o'zimiz ham ko'p narsa o'rganganmiz. Men doim bitta narsani eslayman, endi bu ozgina hazil bo'lsa ham, shu biz ko'p joylarda birga bo'lardik. Qashqadaryoda bir gastrolda birga bo'lganimizda bizni teatrda tanishtirgan bir Qashqadaryoda yigit, mana bugun milliy teatr shu yerda, mana Yoqubjon Ahmedov, Ahmadjon Yoqubov shu yerdalar, mana bizni o'zimizni Qashqadaryo Suynaxon Zamirova artistlarimiz, mana Komil aka Erkinov hammasini tanishtirib bir tomosha tamom bo'ldi. Chiqdik ko'chaga. Qani ketdik deb. Xuddi ataylab qilgandek qilgan. Qarshiga boramiz dedik. Mashinaga o'tirib ketsak, bir joyda dalada ketayotgandek bir ariq bor ekan, to'xtalib shu yerda qo'llarini yuvalib shunda tushsak, dalada ishlayotgan ekan. Dehqonlar. Mana Komil akam keldilar, Komil akam keldi, bu kelyaptilar. Obbo, shu yerda yaltirib qo'ymasin, chekkinma eshikni ochdim, mashinaga chekirib o'tirdim. Komil aka yaxshimiz, to'xtab tur. Komil aka sog'-sog'lik to'xtab tur. Komil aka to'xtab tur. Eshikni ochib, u chiqim yoqqa dedi. Oldin Mo'min akasi bilan gapirishing, keyin men bilan gaplashasiz dedi. Men aytmoqchimanki, Erkin akamdan mana bir ko'p narsa biz o'rganganmiz, Allohga beada shukr. Mana shunday bugun xalqimizda qalay bir gap bor-ku, mashhurlar ko'p, lekin suyuklisi oz. Men o'ylaymanki, bugun xalqning eng chuqur muhabbatiga sazovor bo'lgan, o'zining betakror rollari bilan xalqning duosini, mehrini qozongan insonlardan bittasi Erkin Komilov. Men o'ylaymanki, bundan keyin yoshlarimiz ana shularning yo'lidan borib, san'atimizga katta xizmat qilsa, bu katta boylik, katta mehnat. Sizga omad yor bo'lsin. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, baxtimizga omon bo'ling. Rahmat. Endi bo'ladi. Mana akademik sifat aktyorimiz borlar. Qahramon aka Abdurahimov. Endi Erkin aka haqiga kelsak, haqiqatdan ham Erkin aka fikrlovchi, ustoz. Ko'p mardliklar qiladi shogirdlarga, yosh aktyorga. Kecha kelganmi, bugun kelganmi, rolni qotirib o'ynab qo'ysa shunday chiqadi-da, yaxshilab quchoqlab peshonasidan bitta o'padi. Buni hamma aktyor ham qilmaydi. Qoyilman senga deydi.
yana bitta tomoni yana qarang, bitta ish qilgan isimiz chiqib ketib qoladi-da. O'zim menga ham qilganlar, meni quchoqlab o'pmaganlar. Birga o'ynaganmiz. Lekin dublorimga aytgan, "Sen endi o'ynamay qo'yaver, Farhod o'zi o'ynaydi" degan. endi mardlik tomonlaridan haqiqiy o'zlari tan oladilar. Bir haligi Neapollik millionerlar degan spektakl kimdir ketirib beribdi Yoqub akaga Italiya hayotidan. Bu kishiga bergan ekan, Erkin akam o'qib ko'ribdi-da, bu meni bo'lsa o'ynavoradi. Bu meni rolim emas, buni qahramon o'ynash kerak degan ekanlar. Yana mardliklardan bittasi. Biz sizni san'atingiz bilan mag'rurlanamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Faqat sog' bo'ling. Salomat. Rahmat. Meni xursand qilayotgan hozir yana bir boshqa teatrdagilar, mana Mehmonlar akam kelgan, Muqimiy teatri nomidan kelganlar. Shu Mehmonlar akamga so'z bermoqchiman. Rahmat sizga, Mehmon aka. Shunchalik vaqtingizni ayamay keldingiz. Bu yaxshi aka. Sizni shunchaki kelishingiz bu shunchaki bir ish emas. Bu teatringiz ham ko'rib turibdi buni hozir. Bu teatr nomidan keldi. Bu birimizga o'sha eski bordi keldimiz, davom etish kerakligi. Rahmat sizga. So'z sizga. Bu hamma aktyorda ham bor xislat emas bu. Shu Erkin akamda bor. Shu boshqa aktyorlar bilan bir-biriga bo'lgan oqibatni, bir-biriga bo'lgan mehrni, yaqinlikni juda ham xohlaydilar-da. Bularni o'shalarni ishlarini ko'rib turib, har bitta aktyor o'shanga intiladi, o'sha oqibatli bo'lishga. Hattoki bir kun teatrda hali nimani o'qish jarayoni ketayotdi spektaklda, bitta ishchimiz keldida eshikni taqillatib, Mehmon akamni Erkin akam so'rayaptilar dedi. Keyin mashqdan chiqdimda, repetitsiyadan chiqib, kim so'rayapti desam, Erkin aka, Erkin Komilov kelibdilar dedi. Yo'q, meni yo'qlagan kelibdilarmisam? Ha dedi. Siz bormagandan keyin kelganda. Pastga tushsam, grimxonamizning eshigini oldida turibdilar. Shu boshim osmonga, ko'zimga yosh kelib ketdi-da. Shunday katta odam, katta inson, bir katta aktyor mendek odamni yo'qlab kelganiga juda ham g'alati bo'lib ketdim xullas. Juda xursand bo'ldim-da, keyin bir 15 minutcha gaplashib o'tirdik. Bir ko'rgim keldi seni uka deb qaytib ketdilar. Mana shunaqangi narsalarda har bitta inson o'rganish kerak. Botir, bizni turpa boshlig'imiz. Bizni uncha-muncha kelmaydi Erkin aka. Qarang, bugun men umuman kutmagan odamlar, ulug'lar kelishyapti. Botirlar mana bu yoq. Yozuvchilar hayron qolyapman. Botir marhamat. Hech kelmasdingiz, nima boshlab keldi o'zi? Endi biz endi Erkin akamni televizorda ko'rganmiz. Birinchi taniganmiz. Siz qanday tanigansiz? Mana savol. Men endi Erkin akamni 5-sinfda Erkin akamni taniganman. Sababi tog'am uylanadigan bo'lganlar. Shuni to'ydan oldin endi maslahat oshi deydi, nima deydi? O'shanga dodam juda qattiq qo'l bo'lganlar. Gulchehra bilardingiz, dodammi? Hamma qarindoshlarni yig'ganlar, maslahat oshi. O'shanda necha kilo osh damlanadi, qancha odam yetiladi, san'atkorlar kim bo'ladi deganda, o'shanda rahmatli xolam Lola Badalova san'atkorlarni aytib qo'yganmiz. Davrani Erkin Komilov olib boradi deganda, hamma oilamizdan, hamma qarindoshlar xursand bo'lgan. Hali joyda to'y boshlangan, endi hovlida bo'lardi. San'atkorlar kelgan, Erkin akam yo'la. Hali bir san'atkorga borib, Erkin aka shetdan desam, yo'q, hozir keladi deydi. Shunda qarasam, butun to'yxonada o'tirganlar, darvozaga qarab, hamma birlar turgan, birlar xursand endi hamma. Shunda qarasam, endi bir fayz kelib turibdi, Erkin Komilov turibdilar. Shunda hali to'yni olib borganlar, endi shunaqa to'yni chiroyli olib borganlar, fayzga qilib, rosa she'rlar o'qiganlar-da. O'shanda Erkin akamni yaxshi ko'rib qo'yganman. Keyin mana Erkin akam bilan Mirabbos Mirzaahmedov Otalar so'zining rejissyori bizga birga rol berdilar. Bir qancha rollarni o'ynadik, seriallarda o'ynadik, muallimlarda. Erkin aka sog' bo'ling. Omon bo'ling hammamiz. Sizni yo'lingizni bersin. Sizni yoshingizni bersin ilohim. Ustoz bo'lib yuring har doim. Sog' bo'ling. Rahmat. Befon yozamiz. Ya, pom bilan yozasan. Befon yozamiz. Pom bilan yozasan. Befon yozamiz. Pom bilan dedimmi, pom bilan yozasan.
Bu yerda rejissyor menmi yoki siz? Bu hovlida men rejissyorman. G'ildirak mehri o't ikkalak. O't qadmushtosib bir qadmushtosib mana endi haqiqiy Amir Temurning avlodiga kuyov bo'ldingiz. Chingizxonlarga o'tib ketyapsiz asta-asta. Ana shunday bo'ladi. Albatta bunday xotin parvarishi biladi, ko'kat yedirishi biladi albatta. Nima yedirishi biladi. Qashqadaryo mana aylanib ketay. Mahbub marhamatda so'z sizga berib, bo'lmasa qolmaydi bular aytaveradi. Assalomu alaykum. Qisqagina gapiraman. Erkin akani ayrim xislatlari haqida gapirib o'tmoqchiman. Erkin aka juda ham mas'uliyatli inson. Kutishni ham yomon ko'radilar. Kuttirishni ham yomon ko'radilar. Bu narsaga juda ham qattiq e'tibor beradilar. Shogirdlariga ham doim shu narsani ta'kidlab o'tadilar. O'zlari bu narsaga amal qiladilar. Yana bitta xislatlari, Erkin aka har kuni 2 soat, 1,5 soat muntazam birgalikda badan tarbiya bilan shug'ullanamiz. Men biror kun yo'qki, mayli bugun qilmay qo'ya qolay, ertadan boshlayman degan gaplarni hali biror marta eshitganim yo'q, to'g'risi. Bu haqiqat. Vaqtli turadilar. O'zlariga nisbatan Endi siz ham qo'ymasangiz kerak, Erkin aka. birgalikda badan tarbiya qilamiz. Mana shu safarda bo'ladimi, syomkada bo'ladimi, albatta sport kiyimlarini olib ketadilar. O'sha borgan joylarida ham o'tkazib bormaydilar. Albatta badan tarbiya kunni asosiy birinchi o'ringa qo'ygan 1 soat, 1,5 soat undan kam bo'lmaydi. Bu bitta xislati. Yana bitta xislati haqida gapirib o'tmoqchiman. Bu Erkin aka nima deydi? To'g'ri ovqatlanishga nihoyatda qattiq e'tibor beradi. Albatta buni men o'zim nazorat qilaman. Dasturxonda o'sha taomlanayotganlarida nima mumkin emas, juda ham e'tibor beradilar, o'zlari biladilar. Suv ichish qoidalariga rioya qiladilar. Bu albatta o'z-o'zidan kirib kelmagan. Meni o'zim mana shu to'g'ri ovqatlanish bo'yicha yaxshigina dars olganman ustozim Maysaraxondan. Ularga rahmat deyman. Bevosita mana shu to'g'ri ovqatlanish bizni oilamizga kirib kelgan. Faqat mumkin bo'lgan mahsulotlargina uyga kirib keladi. Shu qadar ko'p kitob o'qiydilar. O'zlari umuman vaqti kam. Erkin akani syomkada bo'ladilar, yoshlarga dars beradilar, lekin agar vaqtlari bo'lsa, albatta o'sha kitobni ham o'qiganda mehr, muhabbat bilan shunaqangi ichiga kirib o'qiydilar. Nurali akaga bilmadim, haftada 2 marta telefon qiladilar, gaplashishadi. Birorta kitoblari, o'qilmagan kitoblari qolmagan. Biz juda ham kitobni sevamiz, haqiqatdan ham. Sog' bo'lsinlar. Uyimizga kirib kelgan kitob hech qachon nazardan chetda qolmaydi. Yana xislatlari juda ham ko'p Erkin akani. Ilohim sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Erkin aka doim ana shu shogirdlar ardog'ida bo'lib, mashinalari teatrda savlat to'kib turadi. Hammanglar bilasizlar. Juda kamdan kam holatda haydaydilar. Shogirdlari Erkin akani mashinasiga Tursunboy deb laqab qo'yishgan. Teatrda savlat to'kib turadi. Tursunboy bo'lib. Tursunboy artib qo'yayim deyshadi. Savlat to'kib turadi. Ilohim sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Hamisha xalqimizni ardog'ida, mehr muhabbatidan joy olib ardog'ida yursinlar. Yana men hech kim eshitmagan bir narsani aytib o'tmoqchiman-da, Farhod aka. Buni aytmasam bo'lmaydi. Mana shu teatrdan shundoq peshkom o'tib ketadilar-da, yo'lda albatta menga bitta qo'l ko'tarib qo'yadilar. O'zi hozir uydan chiqqan bo'ladilar. Bu narsa ham menga odat bo'lib qolgan. Sizga ham yoqadi u. Derazadan qarab turaman. Xoh qor yog'sin, xoh yomg'ir yog'sin, baribir albatta qo'l ko'taraman. Agar mabodo
nima deydi, haligi kimdir telefon qilib chalg'ib qoladigan bo'lsalar, Erkin aka qo'l ko'tarmadilar desam, yo'lakka shu teatrga kirib ketadigan yo'lakka kirib, birdaniga eslariga tushib qoladilar-da. Orqasiga qayrilib, qo'l ko'tarib qo'yadilar. Молодец, Qashqadaryo. Bu balkim hech boshqalar uchun g'alati tuyulishi mumkindir. Lekin bu juda ham bu katta narsa deb o'ylayman. Yashang. Bu Temuriy malikalarga xos. Yashang mana shunda. Sog' bo'lib, salomat bo'lib, charchamasdan ijodda qadamlar tashab yuraversin. Ilohim sog' bo'lsin. Baxtimizga hamisha sog' bo'ling. Sog' bo'lgin, baxtimizga. Rahmat. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi tibbiyot bosh boshqarmasi Qibra klinik sanatoriyasi nomidan, rahbariyat nomidan masharlangan sovg'angizni qabul qila olasiz. Sog' bo'ling. Buni Amir Olimxon kiyganda endi bizga nasib qildi. Sog' bo'ling. Tabriklayman. O'rningiz bo'lsin. Davlating borda avjizda yo'qlar kelar hatto begonalar ham davlating yo'qda baxting shurda saloming olmaydi mastonalar ham divonalar ham davlating borda avjizda izlarini o'tar mastonalar ham davlating borda baxting turda izlarini o'tar mastonalar ham chirog'ing o'chganda do'stga do'st xato ko'changdan o'tmaydi qadrdonlar ham chirog'ing o'chganda do'stga do'st xato ko'changdan o'tmaydi qadrdonlar ham kecha yonginamda yurgandik yorab ko'zim oynasida sochlaring tarab bugungi izingdan qoldi-ku qarab demak rost ekanda afsonalar ham yulduzdek bir yondik o'charmiz jonim hicroni yo'q joylariga ketarmiz jonim sadoyidan
yodgor senga bu qabrim Nuriddindan yodgor xalqqa bu kuyim sarg'aydi holishlar taronalar ham davlating borda avjing zo'rda yo'qlar kelar hatto begonalar ham davlating yo'qda baxting sho'rda saloming olmaydi mastonalar ham qadrdonlar ham divonalar ham Erkin aka Erkin Komilov deyilganda nafaqat O'zbekiston hozir xorijlarda mana kinolari ketyapti, boshqasi ketadi. Erkin akani butun dunyo taniydi desam mubolag'a bo'lmaydi. Inson sifatida juda ham mehribon. Oilasiga, jamoasiga biz Erkin akani Andijonga kelganda birgalashib bitta spektaklda rol ijro etganimizda men osmonlarda uchib yurdim. Chunki bunday insonni oldiga borib so'rashni o'zi juda muammolida. Shunday taniqli inson biz bilan ishlaydimi deb osmonda uchib yurdim. Lekin baxtni qarang, Andijonda o'zi tanlab, shu Andijonimni o'zim andijonlik bo'lganim uchun ham Andijonda bitta spektakl qo'yib, shu jamoa bilan o'ynayman deb o'zi xohishi bilan kelib bizni ko'klarga ko'tarib qo'ydi. Bittagina shu Ulug'bek spektakli bilan. Onasi Gavhar Shodbegimda o'ynadim. Erkin akani o'zini insoniyligi, mehribonligi, ajoyib, juda tajribali ustozligi lol qoldirdi meni. To'g'ri, men ham deyarli 50 yildan ortiq mana shu teatrda faoliyatimni olib boryapman, lekin Erkin akadagi bor, uni yuragidagi bor iqtidor, uni o'zidagi bor haqiqat butunlay boshqada. Erkin aka O'zbekistonda bitta nomer 1 ustoz, aktyor desa ham yanglishmayman. Iloyim umri uzoq bo'lsin. Tanu joni sog' bo'lsin, oilasini baxtiga. Biz kabi safdoshlari, shogirdlari, butun san'at ahlini baxtiga ilohim umrini uzoq qilsin Allohim. Faqat yaxshiliklar tilab qolaman. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum Erkin aka, Farhod aka. Men hozir shu yerda ishtirok etib turganimdan juda ham baxtiyorman. Erkin akam nafaqat mani avlodim, mendan oldingi, mendan keyingi avlodlarni bir eng yaxshi ko'rgan aktyori, nima deydi, ideali bo'lganlar. Ya'ni o'sha shu sohani tanlaymiz deb turgan paytlarda Erkin akamni juda zo'r rollari ketma-ket chiqib kelgan, Girdob va boshqa Diyonat va boshqa teatrdagi rollari. Eng yaxshi ko'radigan rolim Har to'kisda bir ayibdagi rolingiz. Biz endi shu Erkin akamlarga havas qilib kirganmiz institutga. Hattoki bitta narsa esimda bor, o'sha bir o'zbek filmida konkurs e'lon qilingan edi. Oramizdagi bir yigit o'sha Girdobdagi monologlarni, Erkin aka, sizni monologingiz bor-ku, shu endi olgan ekan, shunaqa bir endi bir sizni juda ham yaxshi ko'rib, endi taqlid qilib, endi taqliddan boshlaydi-yu ko'p san'atkorlar. Keyin o'z yo'lini topib oladi.
taqlid qilib endi sizni shunaqa o'xshatganda o'shanda biza voy zo'r aktyor ekan deb qabul qilganmizda, chunki Erkin akamni o'xshatib qo'yganda orasida bir narsa deydigan joylaringizgacha olganda endi vaqt o'tdi, biz ham o'sha san'at institutiga kirdik, bitirdik. Orada birinchi Erkin akam bilan tanishganim shunaqa bo'lganki, bizani mahallaga to'yga kelib qolganlar. Mahmud aka rahmatli bilan to'yga kelib qolishganda, men endi uylangan paytim, yosh oila, uyda hech narsa yo'q. Lekin Erkin akam kelib qoptilar, chaqirib mehmon qilib yuborish kerak deb niyat qilib, shunda qarasak uyda haligi bir kun oldin qilingan chuchvara bor ekan. Chuchvara ham kichkina mayda qilingan ekan. Keyin shunda xolodilnikni qarasak, bir Olmaotaga o'sha kunlari Olmaotaga borib kelgan edim, bir kinoprobaga. Erta o'sha haligi anaqaga kirib, Sayat degan bitta magazini bo'lardi, do'koni, ovchilarning do'koni. O'sha yerda bizda hali yo'q, bedanani tuxumi sotilar ekan, qiziqib oluvdim. Keyin endi turmush o'rtog'imga, Go'zalga nima qilamiz, Erkin akamni chaqirmoqchiman dedimda, haligi bedanani tuxumini qaynatib qo'shib yorib bitta ovqat qilindi endi. Endi amallab bir narsa qildik, chunki endi to'satdan bo'lganda, endi to'satdan kelib qolgan. Aytib berilishdan ma'lum. Erkin akam keyin kirdilar, Mahmud akam bilan rahmatli bilan Mahmud Do'smatov rahmatli bilan kirishdi. O'sha qarasa, chuchvara, bunaqa yana bedanani tuxumlari bilan bu juda hurmat qilar ekan deb, haligi juda katta harakat qilib yoribdi deb qabul qilgandilar-da. Aslida o'zi nima qilishdan hali bilmasdan kelib chiqib qilingan edi. O'sha birinchi marta men Erkin akam bilan endi yuzma-yuz ko'rishim bo'lgan edi o'shanda. Endi bolaligimizdan bilamiz, lekin o'sha yuzma-yuz ko'rish bo'lganda, keyin shuncha yildan beri bitta teatrda ishlab yuribmiz. Butun bir boshli haligi Yaponiya degan davlatlarga borib keldik. Tokioda yuribdilar akam, xuddi Tokio o'zlarinikidek. Juda chiroyli bir sayohatlar qilib keldik. Erkin aka sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shunaqa ijodiy safarlarimiz ko'p bo'laversin. Avvalambor shuning uchun sog' bo'ling. Rahmat hammanglarga. Tolib Mo'minov, marhamat. Bugun sevimli aktyorimiz, ustozimiz Erkin akam Komilov haqida chiroyli bir ko'rsatuv bo'lyapti. Ajoyib chiroyli boshlovchimiz, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Farhod Abdullayev olib boryaptilar. Sevimli kanalimiz, sevimli ijodkorlar bilan men bir oydan beri qo'lim og'rib yurdi-da. Erkin akam bekorga sport bilan shug'ullanmaydilar. Qo'limni bir siqqanlardan keyin bir oy o'ziga kelmay yurdi. O'sha barakasini bersin filmida echkini palon pulga olasan deb majbur qilganlardan keyin, yo'q Erkin aka bu qimmat, palon pulga bering desam, yo'q shu pulga olasan, mana shu bosh barmoqlar bilan siqqanlari bir oy og'rib yurdi. Lekin maza qilgansiz-a? Bu filmni mana Farhod akam, Erkin akam, men uchalamiz birga o'ynaganmiz, lekin qayoqqa borsak viloyatlarda shu filmni eslashadi. Juda ham bir ajoyib, dobri film, chiroyli film bo'pti, bir komedik film bo'pti deb avvalambor birga siz bilan kinoda o'ynaganimizga ham avvalambor rahmat deyman, shukr deyman. Ko'p spektakllarda birga o'ynaganmiz. O'sha Ufqdan boshlab, Nizomjondan boshlab, taqdir sinovlarida boshlab, Sohibronda ham, qolaversa Navoiy spektaklida ham, garchi Navoiy bilan Husayn Boyqaro do'st bo'lsa ham, lekin birga o'ynash nasib qilgan
boshingiz omon bo'lsin. Keling bilan qo'sha qaring. Rahmat. G'am dard ko'rmang. Sog' salomat yuring. Uzoq yillar ko'p Xudo xolasa asarlarda birga o'ynash nasib etsin. Siz yaxshi ko'rgan she'ringiz bor, o'shani aytib bermoqchiman. Sen dunyo talashding, kuldi bu dunyo. Goh yo'ldan adashding, kuldi bu dunyo. Ikkalang dunyodan o'tgandan keyin qahqah otganicha qoldi bu dunyo. Sen ahil yashading, yashardi dunyo. Ezgu ish boshlading, yashardi dunyo. Ikkalang dunyodan o'tgandan keyin armondan manglayin qashidi dunyo deydi. Dunyo yaxshi insonlarni borligi bilan yaxshi. Eslanadi, umrbod tarixga aylanadi. Siz shunaqa insonlardan birisiz. O'sha qalbingizdagi niyatingiz tufayli san'atda iz qoldirib, shogirdlar qoldirib, Xudo xolasa mana yoshlarga, bizga, keyingi avlodlarga tarix bo'ladigan ajoyib asarlarda Xudo xolasa namuna bo'lgansiz. Boshingiz omon bo'ling, men ko'p gapirmayman, sog' bo'ling. Rahmat sizga Erkin aka. Sog' bo'ling. G'ulom akam kelganlar. Men o'zim teatrim bilaman, mana o'tirishibdi qaro ko'zlar. Bular endi o'zimiz qadrdon, lekin san'atimizni boshqa janrdagilarni ko'rib xursand bo'laman. Demak, bizda aktyorlarni hurmat qilishadi. Vaqtlar aymay keldilar deb ichimdan xursand bo'lib o'tiraman. Undan keyin shu G'ulom akam bilan Abduhoshim Ismoilov bor. Shu ikkalovi kirib kelsa, men boshlovchi sifatida yayrab ketaman. Fayz kiradi. O'shaning uchun men G'ulom aka sizga so'z bermoqchiman. Marhamat, rahmat. Rahmat. Avvalambor hammalarga assalomu alaykum. Erkin aka yana bir marta assalomu alaykum. Menga aktyorlarni juda qattiq hurmat qilaman. Chunki o'zim teatral institut bitirgan bo'lsam, hammalari bilan oldinma-keyin o'qiganmiz. Bularni juda chunki mehnatini o'sha bilgan odam biladi. Masalan, teatrdan chiqqansiz siz ham. Men ham ozgina bo'lsa ham Jizzax teatrida ishlaganman. Yoshgvardiyachi. Yoshgvardiyada ishlaganman, lekin ashula bilan ishlaganmiz-da unda. Mana shu yerda o'tirganlarning hammasini juda qattiq hurmat qilib, chunki bularni juda mehnatini og'irligini men yaxshi bilaman. Bu qanchalik rolni chiqarish, qanchalik bu mashaqqat, erta kech xayol, umid, orzu hammasi ichida. O'shaning uchun men juda ham ularga hurmatim baland. Shuning uchun mana bugun ataylab Erkin akam telefon qildi, men chopib boraman albatta. Chunki juda qattiq hurmat qilaman. Mana shu bir kun bir joyda ashula yetib chiqqanda kim mundoq qilib, G'ulomjon munchalik yetilgan buqamiz-a, muncha bag'arasa. Ta'rif qarang. O'sha boshliq o'tirib turadi, mana bu aytdingiz o'tirgan. Boshliq o'tirib turadi, eshitib o'tirib turadi. Mana shu bugungi kunni eshitib xursand bo'ldim. Lekin har gal men bu kelganda bitta yangi qo'shiq bilan kelaman. Albatta shuni Erkin akaga boshlayman, chunki bu qo'shiqni nimaga aytmoqchi bo'layotganim, otalar so'zini olib boradilar. Mana shunda har bir farzandlarga baxt, saodat, misol uchun tarbiyaviy narsalarni ko'p ko'rsatishadi. Bu ilgaridan otalar so'zi odamlar kutib o'tiradigan vaqt edi. Ko'rsatuv bugun otalar so'zi bo'ladigani o'zimiz yosh bolalik paytda kutib o'tirardik. Mana shuni davom ettiryaptilar. Shunga endi hozirgi yoshlarga endi baribir ozgina bo'lsa ham anaqa bo'lish kerak. Shu qo'shiq shu ma'noda sizga bag'ishlandi mana. Salom alaykum. Mana ko'rdingizmi? Qanaqa ketdi? Nuraliga qanaqa ketdi, ko'rdingizmi? Bunaqa alan, bo'lsa sho'q ashula aytaman dedilar. Birdan o'zgardilar. Tarbiyaga oxirrog'ida bo'lganda o'ynatish uchun Erkin aka edi. Tarbiyaga o'tib ketdilar. Tarbiyat narsalar. Men bir Dushanbeda bir Duxtari Tojik degan she'r yozganman. Buni zo'r ashula qildilar. Tojikistonda hamma shu Duxtari Tojik deyishadi. Ana so'raymiz, qarsak chiroyli bo'ldi. Men o'sha Tojikistonda ham aytdim, to'g'ri. Bu hozir har konsertda aytiladi hisob. Endi chunki so'z chiroyli bo'lsa, ashulaga shunday mos tushadi. Rahmat, salomat bo'ling. Hali sizga uzoq umr tilaymiz. Ijodingizga yana ijod qo'shilsin. Har gal zo'r ashulab keladilar. Har gal bitta ashula. Marhamat. O'zgarib boryapti demang zamonni. O'zgarib boryapsiz sizni o'zingiz. O'zgarib boryapti demang zamonni. O'zgarib boryapsiz sizni o'zingiz.
qolsa kuningiz qadriga yetasiz uşağı nonning uning uvoliga qolsa kuningiz yupun kiyinganning kulmang ustidan topgani ro'zg'ordan ortmayotgandir yupun kiyinganni kulmang ustidan topgani ro'zg'ordan ortmayotgandir yoki yurishmayin qolgandir ishi ko'rpasi oyog'in yopmayotgandir yoki yurishmayin qolgandir ishi ko'rpasi oyog'in yopmayotgandir eskirgan ko'ylakda yurar onangiz qimmat telefon tutar suygan bolangiz eskirgan ko'ylakda yurar onangiz mingan mashinangizda erkalanar yor bekatda avtobus kutar otangiz mashinangizda erkalanar yor bekatda avtobus kutar otangiz sizning tanangiz o'zgarib boryapti demang zamonni o'zgarib boryapsiz sizni o'zingiz qadriga yetasiz har bir danonni uning uvoliga qolsa kuningiz qadriga yetasiz har bir danonni uning uvoliga qolsa kuningiz uning uvoliga qolsa kuningiz rahmat aka rahmat Olamjon rahmat yana bir bor muqimiy teatriga bitta katta rahmat yaxshi qildinglar hali mehmon akam bitta o'zi bo'lganda gapirib turdim sezdim devor orqasidan aha deyishganini gapirdi ana sezdimda o'shaning uchun lekin topdinglar joyini rahmat sizlarga joy bo'sh qolgandan fayzi barakat uchun rahmat qani sizlarga so'z bo'lmasam ko'rsatuvda ko'p kelganman Farhod akamni qarashlaridan bilaman cho'zsa bo'lmaydigan
va o'zing to'g'risida gapirmaydigan ko'rsatuvlardan bittasi. Qisqa qilib aytmoqchimanki, mana san'atkorlarga ko'p kelganmiz, har bir san'atkorning o'rni bor. Nima to'g'risida bir gapirishga o'ylab kelasanda, Erkin akam to'g'risida va yuraging qalqimasdan, yurak qalbli insonni to'g'risida gapirish yuraging qalqiydi-da. Men qisqa qilib bir o'ylab ko'rdimki, mana buyuk inson nimalar san'atkorlar, ustozlarimiz o'tgan-ku. Bularning hammasini yaxshi bilasizlar, bu yerda o'tirganlar, ayniqsa Milliy teatrdagilar. Demoqchimanki, o'ylab shu buyuk ustozlarimizning ruhini men Erkin akamda ko'raman. Uni nimada ko'ramanki, buyuk ustozlarimizni buyukligi qancha bo'lsa, kamtarligi ham shuncha bo'lganda. Shu narsa Erkin akamga o'tgan. Erkin aka bilan suhbatlashish oson. Erkin aka bilan ulfatchilik qilish oson. Senga hamisha bag'rini ochib turadi-da, yopiq joyi yo'q. Ya'ni ichimdan top deydigan emas. 7 yosh bilan 70 yosh qanaqa bo'lsa, shularga tushib ketadigan. Bu sen busan emas, xalqchin, o'zimizni o'zbekona milliy bir san'atkorimiz. Biz ham masalan shaxsan o'zim yoshligimdan hozir aytib o'tishdi, takror bo'lsa ham aytaman. Bular rollarni ko'rib, bu otalar so'zida chiqqanlarni ko'rganimizda, uyimizda oilaviy yig'lab o'tirgan yosh paytimizda, bu girdobdagi rollarimni bir qancha qaysi rollari bo'lsa, hammasini shularni ko'rib biz ham bir Farhod aka shunga ketlaridan kelayotganimizdan, azmi ko'pmi shularni ketlaridan yurib, elga yurtga ozgina tanilayotganimizdan nihoyatda baxtiyormiz. Avvalambor assalomu alaykum. Hammanglar xush kelibsizlar. Erkin akajon, umringiz uzoq bo'lsin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sizni ayniqsa rahmatli onam juda ham yaxshi ko'rardilar. Erkin akamni ijodlarini, san'atlarini hamma yaxshi biladi. Mana Sasha aytganlaridek 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma biladi. Lekin bularning hayotdagi odamgarchiliklari, hokisorliklari, pasfelliklari, samimiyliklari bir dunyo. Biz onamni o'sha 2003-yilda yubileylarini 65 yoshga to'lganlarda yubileylarini qilib bir chiroyli videolarga olib qolaylik deb xursand bo'lib nima qilganimizda Sasha bilan gaplashdikda, kimni aytamiz? Kim borar ekan? Endi uzoq bo'lsa Namangan pop deb o'ylab Erkin akamni aytsak borarmikinlar Sasha dedim. Ha, telefon qilib ko'ramiz, mayli boradilar albatta. Erkin akam juda xarakterlari yaxshi. Telefon qilib so'rasak, bir og'iz aytish bilan Namanganga popga borgan. Onam alanoqlarini aytganlarida hamma yig'lagan. Onam shu umrlarining oxirigacha televizorda Erkin akam chiqib qolsalar, ana Erkin Komilov o'g'lim chiqdilar. Mana yubileyimga kelgan shu o'g'lim deb duo qilardilar. Doim duo qilardilar. Erkin akam men boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman. Meni ko'rsalar, ayam yaxshimilar? Ayam yaxshimilar deb so'raydilar har doim. Biz sizni san'atingizni oldida, o'zingizni oldingizda ta'zim qilamiz aka. Siz buyuk insonsiz. Sasha aytgandek, pasfelsiz juda ham. Xarakterlaringiz, fazilatlaringiz hammaga yoqadi, bizga yoqadi. Umringiz uzoq bo'lsin, tanijoningiz sog' bo'lsin. Bir og'iz shu Sasha bilan mehri kesin deganingizga biz uchib keldik. Ming bor uzr, repetitsiyadan kechroq keldik. Har doim yaxshi kuningizda yoningizda bo'laylik. Bizni yaxshi kunimizda siz yonimizda bo'ling. O'zbek teatr san'ati baxtiga, umuman O'zbekistonda mana shu san'atiga baxtiga siz sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Yuzlardan oshib yuring. 100 yoshlik yubileylaringizda qatnashib, eslablarga kelib yana sizni tabriklash hammamizga nasib qilsin. Sog' bo'ling aka. Ta'zim qilaman sizga. Sog' bo'ling. Rahmat, qarang. Ham gul, ham to'n, ham ta'zim. Rahmat, gap yo'q. Ha, bu teatrlar shunday bo'lish kerak bir-biriga. Mana bizga o'xshayaman deb kam bo'lmadinglar. Mana akademik bo'ldinglar. Asosda bo'ladi, hammasi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Menga Tohir Said deb yoqmayapti, jim o'tiribdi. Marhamat, mikrofonni bering. Tomoshabinlar ham ikkinchi qatorda ikkichilar o'tirsa kerak deb o'ylagandir. Hammasi shu yoqda huzuri. Uzoq yil biz yosh bola paytimizda bizni qishlog'imizga Oltin devor degan spektakl gastrolga kelgan. Kechqurun endi yozgi klub bo'lsa-ku mayli, devordan oshib ham kiraverardik. Amallab, lekin qishki klubda bo'ladigan bo'ldi-da. Unga o'sha yosh bolalarga bilet 50 tiyin.
ukam kirsa men kira olmayman, men kirsam ukam kira olmaydi. Shunaqa vaziyat paytlar. Shu ikkalamiz pulni talashib, men kirib gapirib beraman senga desam, yo'q, sen men kiraman, senga gapirib beraman deb turganimizda, bularda endi shu paytlarda endi kolxoz deylardi, raislar bir choy-poy qilib mehmon qilishgan, shu tomoshani boshlash uchun kelayotgan joyi bo'lgan ekanda. Talashib turgan pulimizga bir bahaybat odamni changali tushdi-da. Shunday tortib o'zi ikkalamizga yetmay turibdi, pulimizni olmoqchisiz desak, yetmayaptimi? Pulni yaxshi ko'rar ekansan sen bola, dedi-da, ikkalamizni yelkamizdan tutib borib, o'sha bilet yirtib turadigan onaxonga mana shu ikkalani bolani kiritib yuboring dedi. Kiritib yubordi, yugurib borib birinchi qatordan deb bizda ana kursilarga joy yo'q, mana bunday yerga o'tirganimizda kattalar o'tiradi bu yoqda. Da shu bilan qarab o'tirsak, bir payt bizni pulimizni olmoqchi bo'lgan odam sahnada yuribdi. Ana o'sha paytdan men Erkin Komilovni taniganman. Sizga rahmat deyishimiz kerak ekanda. Balkim bir ilohiy bir kuch bordir, o'sha o'zbek san'atiga meni yelkamdan ushlab kirgizib yuborgan kuningiz bordir shu. Shundan beri mana ota, bola, aka, uka kinoda, yo teatrda, televideniya, yo serialda hamisha birga kelyapmiz, duolarini olib, umringiz uzoq bo'lsin. Kam bo'lganimiz yo'q. Endi yana bitta joy bor. Mana Olimjon akam bugun ertalab ko'rib quvondim. Ufq degan bir spektakl juda yuksak bir mahorat bilan sahnalashtirilib, juda chiroyli ijrolari bo'lgan Yaxshi bo'lgan shu spektakl uchun bitta qarsak. Yaxshi spektakl. Said Ahmad asari. Endi o'sha spektaklda Tursunboy rolini, o'sha urushdan qochib yuradigan bolani rolini men o'ynayman. Ikromjon meni otam rolida, mana Erkin akam Komilov, Yoqub akam Ahmedov, Po'lat aka Said Qosimov 3 ta ota o'ynaydi, lekin meni dublyurim yo'q, bir o'zim o'ynayman. Har kuni kunda kunora muvaffaqiyat bilan ketib turgan paytlari shu teatrda kiraverish joyida, skameykada o'tirganimizda Tohir asha 3 ta ota bilan birga o'ylayapsan. Qaysi bittasi bilan shu o'ylaganingda bir boshqacha o'ylay. O'zing bir mazza qilasan. Duvda metum tasvirlashidan mahliyo bo'ldim-da. Po'lat akam bilan o'ynaganda shunaqa bo'laman men dedim. Shunaqa va. Indiniga spektakl Tursunboy Sho'rin Qurg'urdi Qamishzorni ichida tutib olib, belidagi arqon bilan uradigan joyi bor. Misli ko'rilmagan darajada uryapti-da. Qochaman desam, bo'g'i olib uryapti-da. O'shanda aqlim kirdi. Erkin aka, siz bilan demaymanmi? Salomat bo'lib yuravering ustoz. Rahmat. Shu yerda bir rejissyorim o'tiribdi, Ibrohim. Doim Erkin akam bilan birga, Erkin akam bilan bamaslahat ish qiladi. O'zbekcha kino oladi, menga yoqadi. Yana bitta yangi hozir shu aytaveraman, menga informatsiya kerak edi. Shu o'zgalar dardi spektaklimiz kino bo'layotgan ekan, yana o'zingiz boshqacha ekansiz. Taqdir sinovlari degan spektaklimiz bo'layotgan ekan. Yana Ibrohim, marhamat, bejiz kelganingiz yo'q. Yana aktyor tanlagan kelgan bo'lsangiz, marhamat, ayting. O'tirgan joyimda o'sha men xursand bo'ldim. Endi hozir fursatdan foydalanib Erkin akamga aytib qo'yay. O'sha teatrdagi aktyorlar ansamblining 70% kino bo'lib turibdi ekan. Mana hozir gaplashib o'tiribmiz-da. Erkin aka, mengacha mana ustozlar chiroyli gaplar gapirilyapti. Endi bulardan ko'proq men bilaman desam, juda uyatli gap gapirgan bo'laman. Shuning uchun bitta narsa bor-da, Erkin aka. Agar O'zbekistonimizda shu buyuk ustozlardan dars olib, bugun o'zlari buyuk ustoz darajasiga yetganlar agarki 20 ta bo'lsa, 20 taning ichida borsiz.
agarki 10 taga desa 10 tani ichida, 5 desa 5 tani ichida borsa ekan. Umringiz uzoq bo'lsin. Nigor! Selam. Bizden razı bol bolam. Mashhur insonlar haqida gapirish, ularga ta'rif, bir tavsif berish juda qiyin ekanda. Erkin Komilov o'z nomi bilan Erkin Komilov. Mana shu muhtaram prezidentimiz tomonidan berilgan har bir unvon loyiq deb, ular loyiqligini bilib berilgan unvonlarda barchasini olib bo'ldi. Bugungi kunda eng baxtli bo'lganda ham baxtli shogirdlardan bittasi men o'zimman deb bilaman. Men uchun Erkin Komilov nafaqat ustoz. Bugungi kunda ham ota, ham ona, qolaversa ustoz. Meni yaxshi kunimda ham, yomon kunimda ham issiq sovug'imdan xabar oladigan mana shu inson bo'ladi. Farzand ota-onaga nimani tilaydi? Ilohim umri uzoq, boqiy bo'lsin. Faqat tansihatlik tilayman. Ustoz, omon bo'ling. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sevimlining aziz muxlislari, eslabning qadrli muxlislari. Biz hurmatli rejissyorimiz Olim aka Salimov qo'llarida juda ham ko'p asarlarda birga rol o'ynashga juda ham muyassar bo'lganman. Bundan mana hozir aytib o'tishdi, Ufqda Zebini o'ynaganman. Bu meni ilk rolim edi va o'sha yerda sahnada har bitta repetitsiya jarayonlarida men uchun juda ham qiziq bo'lardi. Sizni topilmalaringiz, oyoqni ko'tarib o'sha bog'lab, qanaqa qilib sahnaga chiqishingiz, mana sahna ortidagi jarayon bo'ladi-da. O'sha jarayonlarni har doim Olim aka aytardilar, sahnaga chiqishdan oldin o'sha sahna ortidagi hayotda yashab davom ettirib chiqish kerak dedilar va tomosha qilib kuzatib o'tirardim. Ustozim Alloh rahmat qilsin, To'tapamlar bilan birga juftlik bo'lib o'ynagandilar, Rimapam bilan birga, Alloh rahmat qilsin va o'sha yerda jannat degan hayqiriqlari yakunida o'sha spektakl yakunlanayotgan payti ayollari ko'z yumganda o'sha hayqiriqlari shunaqa bir odamni titratib yuborardi. Undan keyingi holatni ko'rsangiz hammamizga juda ham ta'sir qilar edi va undan tashqari mana Amir Temurni Boyazidni juda ham maromiga yetkazib o'ynaganlar, u yerda ham o'ynaganman. Tong otgan taraflarda mana Olim Salimov va shogirdlari, bizni hozir bosh rejissyorimiz Asqar Xolmo'minov sahnalashtirgan o'sha tong otgan taraflarda bobomizni o'ynaganlar. O'zingiz ham o'ynagansiz bo'lgan kalli. Juda ham ajoyib sahna asari va o'sha yerda ham shunaqa bir joylari bo'ladi bizga o'sha nasihat berib, olamdan ko'z yumadigan joylari, o'sha kichkinagina joy bo'lmasam, lekin shunaqa yurakdan ijro etadilar, shunaqa bir katta bir kuch berib ketadilar-da bizga va undan keyin biz davom ettirishimiz kerak. Men juda ham ta'sirlanaman har bir sahnada va eng chiroyli yana men ular bilan shogird sifatida rol ijro etgan bu Mirzo Ulug'bek, shu Olim aka Salimov sahnalashtirgan Mirzo Ulug'bek spektaklimiz bizani sahna yuzini ko'rdi va o'sha yerda hamisha Erkin akam hozir gapirib o'tishdi, Shukur Burxonovni gapirardilar ustozlarini. Qanaqa yelka bilan turib, o'sha yelka odam ishlat, yashash. O'sha narsani men ustozda ko'rganman. Erkin akam Mirzo Ulug'bekni ijro etayotgan paytlari o'sha Feruza yaqinlashib kelib, o'sha tuhmatlar, ig'volar bo'lgan payti qanday qilib o'sha gapira olmasdan kelgan joyda qara olmaydilar-da yuziga. Feruzani yuziga qara olmasdan o'sha narsani his qilib turishlari, qanaqa og'ir dard borligini his qilib turibman-da, shunaqa so'zsiz sahna ko'rsangiz, endi buni sahnaga chiqqan mana kasbdoshlarim hamma biladi, qanaqa bu o'sha jarayon juda ham kerakli jarayon, bizga kerakli jarayon-da. Hozir mana shu yosh avlodga o'rgatib kelyaptilar. So'z boshida gapirib o'tdingiz. O'zbekiston San'at va madaniyat institutida go'zal shogirdlarga tarbiya berib
kamol yetkazib kelmoqdalar. Farzandlarga ham xuddi shunday juda e'tiborli insonlar. Oxirgi tadbirda borganimda hech esimdan chiqmaydi. Bizga gul taqdim etishdi. Gulni qo'llariga oldilar-da, teatrga yetib kelgandan keyin aytdilarki, hammamiz juda chiroyli suhbat bo'layotdi. Botir aka men bordilar, esingizdami? Suhbatlashib, juda chiroyli bir suhbat bo'lyapti. Keyin birdaniga to'xtadilar-da, bo'ldi endi. Men ketaman. Yo'q, turmaysizmi ozgina? Shunday gap qizib turgan payti ketasizmi? Ketaman. Mahbuba kutyapti uyda meni. Men Mahbubaga mana shu gullarni berishim kerak dedilar. O'shaning uchun mana shu chiroyli gullarni Erkin aka men sizga taqdim etaman. Men bilaman siz bu gullarni Mahbubaga taqdim etasiz. Mana shu gullar sizga. Mahbubajon, shu gullardek hamisha ochilib, sochilib yuring. Tabriklayman, sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Juda ham sizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat, rahmat e'tiboringiz uchun. Rahmat. Agar sen o'g'ling frontdan qochsa nima qilarding, tog'a? Yerga kirib ketarmiding? Yoki guzordagi baqatalakka o'zingni osarmiding? Ha, chayqalib turarding, ko'pchilikka o'rnak bo'lib. Lekin sen o'g'ling bunday qilmaydi-da. Bunday qilmaydi. O'zbekiston xalq artisti, bir qator davlat mukofotlari sovrindori, yoshlar murabbiyi Erkin Komilovni bugun har qancha e'tirof etsak, ta'riflasak, ko'kka ko'tarsak kamdir. Boisi ushbu san'at olamida bosib o'tgan ustozni qadamlari, ijod yo'llarini, bugungi kunda ijodda faoliyat yuritayotgan bir qator san'at olam vakillari, teatr xodimlari, teatr san'atiga qadam qo'yayotgan, tetapoya qilib qadam qo'yayotgan yoshlar ustoz Erkin Komilovni ijodiy faoliyatlarini o'z hayotida, ijodiy faoliyatida har qancha tatbiq etsa arziydigan ijodiy faoliyati bor ustozni. Ustozni olmagan faqatgina bir necha davlat mukofotlari qoldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Yaqin kunlarda hurmatli muhtaram prezidentimizni e'tiroflari bilan O'zbekiston qahramoni unvonlariga erishishlarini tilab qolamiz. Ustozga hamisha sog'lik, salomatlik, tanijonlari sog' bo'lsin, oilaviy xotirjamlik tilab qolamiz va biz yaqin kunlarda ustozni yaxshi ijodiy yana faoliyat yo'llaridagi ajoyib rollari bilan ko'rishni istaymiz. Andijon viloyati musiqali drama teatri ijodkorlari nomidan barchangizga o'zimizni alangali salomimizni yo'llab qolamiz. Mehrob opam aytgandek, bizni onamiz, otamiz bizni uylarimizga mana borgansiz, ular juda yaxshi ko'radi va ular sizga salom aytib, tabriklab yuborishdi. Ruxsat bersangiz, shu Mirzolibeydan to'rt qator, uzun emas. Temirxon naslidan sulton Ulug'bek ki olam ko'rmadi sulton aningdek. Rasatkin bağlamış zibi cahandır. Cahan içre yana bir osmondir. Cahan içre yana bir osmondir. Ey yaşayın. Asadulla Nabiyev. Haqiqatan juda ham ko'p fazilatlari bor. Shu fazilatlarni deyarli bir 10% aytildi yoki yo'q. Bir 90%lari xislatlari, fazilatlari aytilmagani oldinda, buning uchun bitta ikkita ko'rsatuvlar kamlik qiladi. Haligi tartib intizomga juda qattiq qarashlarni yana bir bor eslatmoqchiman. Ayniqsa bir vaqt borasida. Aytaylik, biron bir jurnalistga soat 1 da kelgin deb aytiladigan bo'lsa, sal kechib qoladigan bo'lsa, keyin u yog'i boshqacha bo'ladi. Lekin o'zlari hech bo'lmaganda 1 soat oldin kelib tayyorlanib turadilar. Va xuddi shunday spektaklga, teatrga munosabatlari ham xuddi shunaqangi, kechqurun agar spektakllar bo'lsa, o'sha kuni hech qanaqangi ish olmaydilar. Kerak bo'lsa ertalabdan o'sha holatda bo'ladilar, so'zlarni qayta takrorlab turadilar. Yana bitta odatlari vaqt borasida ko'p joylarga borsalar, oshlagami yoki bir tadbirlargami birga boramiz. Men o'zim olib borib qo'yaman ko'pincha.
agar menga soat 7da kelgin desalar xo'p bo'ladi usta, men aniq xudo xolasa 7da kelaman, oldin tushib turmang faqat deb iltimos qilib ketaman. 7da dedilarmi, men 7:05larga borib turay, sal oldinroq borib turay desam, 10 ta kam 5 ta kam 7da borib turay desam, 10 ta kam 7da telefon qiladilar, kelyapsanmi deb. Ha, men aytdim, aniq vaqtda boraman usta, boraman desam, ha xo'p. Keyin gal yana meni uyaltirdilar. Oldinroq borib turishim kerak deb 15 takamda boradigan bo'lsam agar 20 takamda qo'ng'iroq qiladilar-da. Kelyapsanmi? Men tushib turibman masjidlarda deb. Mana shunaqangi odatlari bor. Siz agar o'zimni tartibliman deydigan bo'lsangiz, sizdan 2 karra tartibli, 2 karra intizomlilar. Birovni kuttirishni, birov o'zlari ham kutishi yomon ko'radigan hislatlari bor mana shunaqangi. Endi yana bitta narsa, hali ko'p marta aytdikki, har bir muvaffaqiyatga erishgan erkakni, har bir muvaffaqiyat qozongan insonni yonida shunaqangi bir dono ayol turadi. Yana bir tarafi borki, har bir muvaffaqiyatga erishgan bir cho'qqini qozongan insonni boshida kechirgan dardlari bor. Zalvorlari bor, hayotni achchiq tushuk kunlari, katta g'amlari bor. Erkin aka o'shanaqangi hayotni achchiq tushuk kunlaridan, g'amlaridan, tashvishlaridan bosib o'tib, o'shalar bilan kurashib hayotda mustahkam va chiniqqan inson. Endi bu yog'iga bularga hech qanaqangi g'am ham, hech qanaqangi hayot zalvorlari ham pisand emas, chunki chiniqqan insonlar. Mana shunaqangi zabardast bo'lib yuraversinlar, biz yoshlarga namuna bo'lib yuraversinlar. Biz bularga intilamiz, bularga o'xshashlikka harakat qilamiz. Doimo sog' bo'ling, omon bo'ling. O'zlari ko'p yaxshi ko'radigan she'rlardan otlar tuyog'ida ezilmas maysa, maysa quvonarmish otlar ko'paysa. Quvonar maysadek muloyim elim, elni el qilguvchi zotlar ko'paysa. Erkin akaga o'xshagan elni el qilguvchi zotlar ko'paysin. Men bitta ijodkorga rahmat aytmoqchiman. Har bir mana shu bizni ustozlarimizni chaqirganinglar ularni yoshartiradi. Insonni tanasi suv ekan. Qancha unga yaxshi gapirsak, u tiniqlashib ketadi. Ertaga xudo xolasa boshqacha yoshda bo'lasiz, boshqacha ko'rinishda bo'lasiz. Sizni har bitta ijroyingizni, uni ranglarini ko'rib biz maza qilganmiz. Ayniqsa bir kun o'sha juda jiddiy rol o'ynasangiz, ertasiga komediya o'ynardingiz. Ayniqsa bizni o'tgan zamon hangilar spektakli bordi. Maza qilib cho'milib o'ynardingiz, ijro etardingiz. Buni biz ham sog'inamiz. Yosh bolacha bo'lib qolardingiz. O'sha ijro etadigan rollaringizda bolalarcha ijrolar bo'lardi. Biz chetdan tomosha qilib o'tirardik. O'zingizning gaplaringiz, so'zlaringiz hammasi bizga bir yo'limizni yoritishda, tekislashda sizni so'zlaringiz bizga as qotgan. Va birinchi kelganimda bitta maqtagansiz. Qirollar spektakli ishlanayotgan bo'lgan. Qirollarda siz qizini, turmush o'rtog'ini o'ynagansiz. Demak, qirolni va yangi kelganman ishga Osvaldni o'ynaganman. San ja xarakterli yigit ekansan degansizda. Men uyga borib maqtanib o'tirganman. Menga Erkin Komilov mana shu so'zni aytdi. Demak, xarakterni, endi komediyaroq ozgina janri bor bu yerda. Shundan sizga xursand bo'lganman. Mana shunday fikrlar, mana shunday so'zlaringiz har doim hamisha bizni iltib turgan. Sog' bo'ling va ijodkorlarga alohida rahmat. Erkin aka bilan juda ko'p respublikani har xil tumanlarida, rayonlariga birga borganmiz. Haqiqatan ham akademik olim odamlar, bizni har ekranga chiqqanimizda tanqid qilib turadigan, bizni kamchiliklarimizni aytadigan ustozimiz hisoblanadilar. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin ustoz. Mahbuba kenayim bilan qo'sha qaring. Biz shogirdlarning baxtiga, o'zbek san'atining baxtiga doim sog' omon bo'ling. Men yoshligimda o'sha bir yaxshi ko'rgan qahramonim bo'lardi. Aziz Qosimov degan girdobda shuni havas qilardik. Eng yomon ko'rgan qahramonim Yuzsiz degan kinoda. Shu mashta katta xolis bo'lardi, ha? Shimni belgacha ko'tarib, nuqul yomonlik qilganingizni men kinoda ko'rganman. Yana bir narsa yaxshi tomon, yaqinda o'sha osh qilib berganingizda, shu osh qilib berdilar Devziraga 8 ta odam yordam beryapti, 8 ta. Go'sht olib keldi. Osh zo'r chiqdi, yaxshi ovqatlandik. Ustozga aytdim, Nural aka, Erkin Komilov qalay osh qilar ekan desam, zo'r chiqdi osh dedilar, ketay turib.
qayerda u 8 ta odam qarashdi odamga dedim. Bu ochiqlik sizga yaxshi ko'raman. Endi yana bitta yomon ko'rgan, eng yomon ko'rgan xalqimizni o'sha kesak polvonda xalq yomon ko'rib qolgani shu bir andijonlik do'stimiz aytgan edi. Bu Erkin akam o'zi shunaqami hayotda ham? Toza inson dedim keyin. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Institutda shu oliy dargohda birga dars beruvchi inson sifatida endi bu yil birinchi kurs sirtqi yo'nalishi talabalari bilan dars olganmiz. Ustozimiz badiiy kursimiz rahbarilar. Shunda endi birinchi kurslar kelishdi, hammasi har xil yoshdagi talabalar yig'ilishgan, endi sirtqi yo'nalishi bo'lgani uchun shunda o'tiribdilar. Endi boshidan davlat imtihondan tashqari qat'iy nazar ustozni o'zlarini alohida imtihonlari bor. O'tiribdilar, endi she'r, masal, monolog eshitib o'tirgan paytlari bittasi to'xtab qoldi. Ustozga qarab hayajon bosdimi, kimdir to'xtab qoldi, kimdir yig'lab yoradi, kimdir ustozga qarolmaydi, yerga qarab turadi, salobatlari bosadi shekilli. Shunda 27 ta talabani ichida 5 tasi to'liq she'rni ijro qilgan bo'lsa, qolgan hammasini she'rini boshini aytib to'xtab qolsa, ustoz uni davom ettirib ketadilar. Nima demoqchimanki, shu 20 tadan oshiq endi hammasi har xil muallifni she'rini yodlagan bo'lishidan qat'iy nazar, ustoz har bitta she'rni haligacha shu yoshgacha yoddan bilar ekanlar. Shu narsaga bu yil amin bo'ldim. Keyin kech qolgan talabaga, rolini ijro eta olmagan talabaga qattiq urishib, dakki berib o'tirmaydilar. Shu ijro etayotgan joydan o'zlari namunali bo'lib bir sahnaga chiqib rol ijro etganlarida talaba o'zini aybini ham, xatosini ham tushunib qoladi. Shu bilan keyingi darsda bu hol takrorlanmaydi. Qisqa qilib aytmoqchimanki, jonli adabiyot kitob ustoz demoqchiman ustozni. Rahmat. Sog' bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum aziz ustozlar. Haqiqatdan ham institutni tugatgan birinchi ustozi talabalari biz bo'lamiz. Ustoz haqiqatdan da mayoqqa o'xshaydilar. Ularning aytgan har bir so'zi bugungi kunda bizning hayotimizga dasturul amal bo'lib xizmat qilib kelmoqda. 2013-yildan buyon aytgan har bir so'zi ustozni mayoqqa o'xshaydi. Bir kuni kelayim uyda sho'rva qilgan ekanlar. Kel, o'tir, birgalikda tushlik qilamiz dedilar. Shunda ikkita idishda ikkita qalampir keldi. Baxtishod, bunisi sal achchiq, unisi achchiqroq dedilar. Mayli, men sal achchig'ini yeya qolay dedim. Sal achchig'ini olib 3 kun o'zimga kelmadim Farhod aka. Bilmadim achchig'ini yeganda nima bo'lardi. Ustoz hamisha yonib va yondirib yashang. Boringizga shukr. Rahmat. 2013-yili haqiqatdan ustoz birinchi marotaba san'at va madaniyat oliygohiga o'qituvchi bo'lib keldilar. Va yordamchi bo'lib ishladim mana bular bilan. Bolalarga endi uy vazifa berib ruboiy yodlattirsak, endi bolalar har gal yangi ruboiy yodlab kelish kerak. Bitta aytadi. Har bittasi bilan to'xtab, uni boshqatdan ishlab, uni boshqatdan o'rgatadi. Ustoz, bu shunchaki uy vazifa, uni bittadan ishlasak darsimiz tugab qoladi dedi. Keyin darsda 1-2 soat o'tirdik. Begzod deydi, men katta spektakl o'ynayman, lekin charchamayman. Lekin mana shu institutga kelib 2 soat o'tirsam, juda charchab qolaman. Benzinim tugadi deb aytadilar. Ustoz, hech qachon benziningiz tugamasin. Hamisha sog' salomat bo'lib bering. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Bugun chiroyli kun bo'lyapti. Ustoz yana bir go'zal qirralardan biri she'riyatni yaxshi ko'radilar va she'rni chiroyli, go'zal o'qiydilar. Monologni, she'rni va eng tisha tegmagan noyob she'rlarni qidirib topadilar. Uni ba'zida qizg'onadilar va o'zlari o'qiganda maza qilamiz. Yashasang dunyoni to'ldirib yasha, g'am anduhlarni o'ldirib yasha, do'stlaring quvonsin, dushmanlar yonsin, dunyoda borligingni bildirib yasha. Erkin aka shogirdlaringiz bir guruh kelishgan ekan, shular bir sovg'alari, tabriklari bor ekan. Yoshlar endi bu yerda o'tirishga uyalishdi. Hatto kim chiqarvardi u shogirdlarim? O'zlari shunaqa mustaqil ekanda, bir kelinglar qani. Biz dala hovliga har yili ustoz bilan birgalikda dam olishga boramiz. Shunda ustoz bizga chiroyli qilib osh damlab beradilar. Kirdim, osh qaynab turibdi, guruch solingan. Bunday qarasam,
tagini olyapti. Deb Doniyor tagiga olovni gurillatib yoqyapti. Doniyor unaqa yoqmang sekin. Yo'q, yoqish kerak, ustoz aytdi deydi. Deb shunda bir cho'mich suvni olib oshga qo'yib yubordimda. Keyin Doniyor menga bunday qarab turdi. Endi kuymaydi. Hozir kuysa ustoz sizni urishardi desa, jim turibdi. Ustoz qani, osh nima bo'lyapti deb kirib keldilarda. Doniyor ustozga bunday mo'ltillab qarab turibdi-da, keyin, suvi hali ham tortilmabdi-yu buni deb. Endi u men nima qilishni bilmayman o'sha payt. Doniyorga qarang, Doniyor aytib bermagan, Xudoga shukr. Endi undan keyingi voqea oshni tuzi past bo'lib qolmasin. Endi men suv quyganman. Osh keldi dasturxonga, yeyapmiz. Yo'q, oshning mazasi juda ham yaxshi chiqqan. Rahmat ustoz. Xuddi o'sha kungi voqeani aytib beraman. Dala hovlida o'tirishimiz tugagan. Endi ketayotgan payti o'zi har safar dars tugaganda ham, shu o'tirishlarimiz tugaganda ham har kuni ustoz bilan ko'rishganda rasmga tushardik bir marta. Esdalik uchun olib qo'yardik. Dala hovlidan ketyapmiz, keling ustoz rasmga tushaylik deb bolalar alohida, qizlar alohida hammamiz rasmga tushganmiz. Ustoz har bitta tushgan rasmlarni ko'rib qo'yadilar-da keyin. Qanaqa yaxshi chiqibmanmi, chiroylimanmi, bo'lmasa o'chirib tashlab o'chirtirib yuboradilar. Bitta rasmni ko'ryaptilar-da, ha bu yaxshi, mana unsida ancha qariganroq bo'lib qolibman, bolam deyaptilar Doston akaga. Doston aka ham telefonni bunday olyaptilar-da, ustoz siz o'zingizga emas menga qarayapsiz deganlar-da. Shu bilan ha bola senda bir gap bor deb qo'yadi ustoz xursand bo'lib. Men institut paytini eslamoqchiman. Spektaklga tayyorgarlik ko'rish jarayoni. Biz o'zi 4 ta qiz bo'lganmiz guruhda. Ko'pincha ozgina kech qolardik. Ozgina shunaqa aybimiz bor edi. Ustoz bizdan oldin kelardilar. Har kungiday repetitsiya tugadi. Ketayotgan paytda keyin ustoz aytdilarki, "Xo'p, ertaga nechidan qo'yamiz repetitsiyani?" deganda yigitlarimiz, "Ustoz bo'lmasa ertaroq yig'ilamiz. Soat 9 dan yig'ilsak, ertaroq boshlab ertaroq tugatamiz" deyishdi. Keyin ustoz yigitlarga qarab, sizlarni kallanglar ishlaydim. O'zi qizlarim soat 10 da tursa, qanaqa qilib 9 ga repetitsiya qo'yasizlar sizlar? Undan ko'ra soat 11 dan qo'yinglar. Meni qizlarim turib, chiroyli kiyinib, o'ziga qarab kelish kerak. Men kutib o'tirishim kerak bu yerda qizlarni deb. Bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Qilgan aybimizni ham urishib, baqirib, so'kib emas, naborot chiroyli qilib tushuntirib qo'yardilar. Assalomu alaykum avvalambor. Shu jumlada men ham ustozga rahmat aytib qo'ymoqchimanki, ustoz nafaqat qizlarimizni unaqa deydi. Hattoki biz yigitlar ham ko'pincha uxlab qolamiz, lekin ammo ustoz har kuni ertalab har birimizga telefon qilib, har birimizdan yaxshimisan, ahvoling yaxshimi deb hozirgi kungacha ham so'rab turadilar. Buning uchun ustozga ming rahmat aytamiz. Baribir ustozni har bir oddiygina bizdan hol ahvol so'rashi ham biz uchun o'git, biz uchun namuna bo'ladi. Rahmat ustoz, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Men buradan alohidaman. Kursdoshmasman demoqchiman. Ustozni alohida shogirdlariman. Aytib qo'yishni. Men kino rejissor sohasini bitirganman va bunga qiziqtirgan mana ustoz Erkin Komilov bo'ladilar. O'sha tayyorgarlik vaqtida qo'llarda o'qigan vaqtim, "Sen shu rejissorga topshirsang yaxshi, senda shunday qobiliyat ko'ryapman" deganlardan keyin tavsiyalar bilan topshirganman. Mana Allohga shukr. Kichkinagina mana shu yerda o'tirgan qizlar bilan kichkina qilgan ishimiz, ustozni maslahatlari bilan qilgan ishimiz 15 ta respublikada, ya'ni Yevropadagi 15 ta respublikada g'olib bo'ldi. O'sha ustozni tavsiyalari, ssenariy bergan maslahatlari bilan bo'ldi. Ustoz doim sog' bo'ling. Shu kitob o'qish, targ'ib qilganligingiz uchun asarlar, badiiy asar nima, komediya nima-yu, bashkanak nimaligini bizga, dramaturgiya nimaligini o'rgatganingiz uchun sizga katta rahmat aytaman. Umuman olganda ustoz bizga odamiylikdan ham dars berganlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling ustoz. Ustoz bilan bo'ladigan ko'pincha qiziq voqeadan ozgina qisqagina aytib bermoqchiman. Ko'pincha bo'lib turardi, yaqin bir oiladan bir unaqa bo'lmayapti. Chunki biz ustoz bizga o'rgatdilar shu narsani, singdirdilar. Har doim yangi yildan oldingi paytlar ustoz ora-orada ko'pincha ertalab vohlik qilardilar. Endi ustoz to'rda turadilar, badan tarbiya qiladilar. O'shanda bizga bir 7 larda telefon qilib ko'radilar. Biz hali uxlab yotgan bo'lamiz. Keyin o telefonni ko'rgan, ovozni eshitgandan keyin sirazi turib ustozga qaytarib telefon qilib, orada ovozim to'g'rilab, yaxshilab, "Alo ustoz, assalomu alaykum" desak, "Aldama, ovozingdan sezyapman, uxlab yotibsan" derdilar. Keyin har doim bizga tanbeh berib,
uzoqdan kelgansizlar, ko'pchiligimiz viloyatdan kelganmiz, uzoqdan kelgansizlar. Men sizlarni otanglar o'rnida ota, onanglar o'rnida onaman deb yaxshi o'gitlar o'rgatib, vohli turib, odam Allohdan so'rab, vohli tursa Alloh fayz baraka beradi deb har doim bizani o'ylab, bizaga yaxshi nasihatlar beradilar. Mana teatrda ishlayapmiz. Ustoz teatrda ham ko'p narsani bizaga hozirgacha dars berib boradilar. Kulisda oldida turish, odam aktyor qanaqa rolga tayyorlanish, hammasini ustoz bizaga o'rgatganlar. Buning uchun katta rahmat. Ilohim ustoz, siz bizani baxtimizga har doim sog' salomat bo'ling. Boshimizda mana shunaqa soyamiz bo'lib yuring. Biz sizga endi arzimasa ham shu to'nni kiydirmoqchimiz ustoz. Har doim urishadilar, lekin nimadir olsak, bu safar urishmaysiz ustoz. Men borman, qo'y. Marhamat. Qabul qilib olasiz ustoz. Ko'rsatuvimizda bitta yaxshi joyi bor. Shu qahramonimizga bugungi so'nggi so'zni bersak. Men bugun juda xursandman. Avvalo hamma shuni aytsa kerak, Farhod. Shunday katta boshinglarni kichik qilib, hurmat qilib, izzat qilib kelganingiz uchun ming marta rahmat. Mayli Alloh bizga tomchi berdimi yoki daryoni berdimi, lekin o'sha etaplarni o'tib kelyapmiz. Mayli Alloh sinadi, bardosh berdik. Yana silasa, yana chidaymiz, bandamiz. Bitta narsani men juda istardim, shu oqibatimiz, mehrimiz yo'qolmasa. Doim qarang, Mehroxonning shu onasini yubileyga borgan yillar bo'lib ketdi. Shuni hozir o'sha yaxshilikni eslayapti. Hozir men ko'zimga yosh oldim. Onalar duo qilganda. Bu yaxshilik. Yaxshilik doim eslanadi. Meni tilagim, istagim, iloyim, hech qachon bir-birimizdan kam bo'lmaylik. Dilimizda nimaki tilak bo'lsa, Alloh baroridan bersin. Tani joniylar sog' bo'lsin birinchi navbatda. Tani sihatlik, xotirjamlik, har doim, har vaqt hamrohiylar bo'lsin. Rahmat. 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 Mana aziz tomoshabin, ko'p aytdim, to'g'ri aytdim. Yurtimizda dilbar insonlar bisyor. Mana ulardan bittalari bugun mehmonimiz bo'ldilar. Yana aytaman, yurtimizda dilbar insonlar juda bisyor. Hammalarini galma-gal chaqirib, birga eslaymiz. Siz uni guvohi bo'lasiz. Faqat ketmang. Sevimlida qoling. Ko'rishguncha xayr. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Hammaga rahmat.